Dora, yaxshimisiz? Aha. Jarrohlik amaliyotimiz tamom bo'ldi. Amaliyot davomida biz qon plastik operatsiyasini o'tkazdik. Bemorim 30 yoshdalar. Qon plastik operatsiyasi qilish uchun tug'ruqlarda hosil bo'lgan orqa devorini, qin devorlarini razriflari bo'lgan va mushaklari yo'qligi sababli qinda turli xil noqulayliklar sezganlar. Bemorimizni operatsiyaga oldik. Operatsiya 1,5 soat davom etdi. Bemor operatsiya bo'yi o'z xushlari dedilar. Operatsiya muvaffaqiyatli tamomlandi va bemorga 2 kun klinikamizda reabilitatsiya vaqti beriladi. Undan keyingi reabilitatsiya uyga javob berish mumkin. Iplari hammasi o'zi so'riladigan iplar qo'yganmiz. Oshiqcha olinadigan iplar yo'q. Qin plastik operatsiyasini turlari juda ko'p. Hammada ham operatsiya qilish shart emas. Shu sababdan sizda qinda noqulayliklar bo'layotgan bo'lsa, ginekolog konsultatsiyasiga kelishingiz va qanday usulda sizga yordam berishimiz mumkinligi haqida batafsil ma'lumot olib, ginekolog vrach bilan maslahatlashishingiz mumkin. Dora, yaxshimisiz? Aha.